Assalomu alaykum. Bir gibrid variantimiz. Mana bunaqa ikkita pultda bo'ladi. 5 ключевой достуp bor. Clearance 19,5. Oldida temir zashtasi bor. Korpus ko'p turgan yerda. Oddetga urilgan bo'lsa ham tega motorga zarar yetmaydi. 5 ключевой достуp bor. Kelgan yerda ketgan yerda o'zi eshik ochilib yopiladi. Pamять сидений. O'z yo'ldagi belgilarni shu turgan, держатель ham qanaqasi ham bor. Xo'p, 3 xil положение, 3 xildan ko'p amplituda bo'ladi. Bakovlar ham qo'shib aylanadi. O'tirganingizda 15-6 dyuymli ekrani. Qoplon to'g'ri, обдув, обогрев, сиденье, подогрев руля, беспроводная зарядка, ростикасын, minutiga 1% zaryadka beradigan 50 wattlik bеспроводная zaryadka. Oynasi spirali bor. Tak, hozir bu telefon ko'rsatmaydi. Mana spirali bor. Terlamasli choyna. Katta panorama lyuki, orqa tomon. Xo'p, bu gibrid varianti. Gibrid variantda Sony kolonkalari bo'ladi. 10 tadan oshiq. Mashina ichida orqasi o'zini zavodskiy tonirovkasi. Odam o'tirgan orqa tomon. Orqadan bemalol oldi joy bor, mana bu zaryadkalari, обогрев, konditsioner o'tgan orqa o'rindiqlagan. Hop, keyin buni T2 farqi eshigi bu tepaga ochiladi. 500 litrlik почти, 600 litrlik почти bagaji. Hop, полный zaryadka 1100 km yuradi. Tok ko'zda bo'lsa 150 km zaryadlangan. No, na 120, 130 bemalol yursangiz bo'ladi, Toshkent shahar ichida. Rastrojka, avtokredit, hamma narsa bor.